Nazarbek ministr dachiga kelganmiz, o'zimizga tegishli xonadon edi. Ayrim sabablarga ko'ra sotganmiz. Paytida biz bu ferma qilib foydalanganmiz. 50 taga yaqin molni sotgan edik. Bu yoq xonadon bo'ladi. Ikkita sanuzelimizda oshxonamiz. Bu yoq ham oshxona qilib qo'yilgan, shishalarga qilib qilingan edi bu yoqlar. Bu yoqlarda endi uylarimiz ham bor. Ko'rsatib turamiz, keling. Hovlidan kirib kelganimizda bitta katta hovlimiz bo'ladi. Yo detskiy, yo mehmonxona bo'ladi, yo spalniy bo'ladi. 3 ta xonadan iborat bo'ladi. Dokumentlari xudo xolisi 100% olsotdiga tayyor mana. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yoqni studiya formatda qilib qo'yilgan oshxonamiz. Hovli o'zida ham bor. Hovlimizda oldi hovli bo'ladi. Orqa tarafiga ham hovli tashlangan. Orqa tarafida molxonalarimiz bor. Keyin ko'rsatamiz. Aytganimizdek, bu orqa hovli bo'ladi. Bash ko'rib turgan holatinglarda biz xudo xolisi 50 taga yaqin mol boqqanimiz bo'ldi. O'zimizda tijorat qilganmiz. Endi ayrim sabablarga ko'ra sotib olamiz. Sababi boshqa bizneslar bilan bo'lib bu fermaga umuman suhbat qilmayapmiz. Agar kimga taklif bilan chiqiladigan bo'lsa, domlaga bartellar ham bor. Pulini tepasida gaplashamiz. Starting narxini 45 ming qo'yamiz xalqimiz uchun. Zamon obunachilar uchun hammani kutib qolamiz.